Selam Aktu diyar barcha aziz do'stlar, hammalarga mushuk xayrli bo'lsin. Biz mushu Aqto'da hozir. Bu yerga yangi qozonda mushu bir yangidan ochilgan bir poloxonni ochilish marosimiga kelib turibdik. Shundami Hametkan? To'g'ri. Lekin tamoqlari qanday ekan? Tamak pek o'xshaydi. Ras o'xshaydi tamak. Ben go'shtni yaptım, kebabımı yedim, narımı yedim, kolamı yedim zaten. Hakikaten tamak o'xshaydi. Aşpazlardan xeyli ravrasdan suv aşpazlar keldi. Tamak kelganda. Bakalım tamoq taqdirga o'xshaydi deb qarab turgan odamlarga. Lekin ko'rsatib. Tamam, pulga menda jiqqa ketgan odamlar men tamak o'xshagan bo'lishqa. Teza tunigun ochilgan, bugun ochilgan ashxondan keyin shunda odam biz olgandan keyin tabiiy qo'llaydi ekan. Gayet bir yaxshi ish ekan bu. Shunga polomi bunday qadam menmi polo amroq bo'lgandan keyin o'zim poloni tetiy olayman, pologa baho beraman. Men baray deb bari qilib qo'ygan keldik. Tamoqlari kelgan haqiqatan og'zimiz tetib shundami? Tamak hakikaten yaxshi o'xshaydi zaten. Bizning nimqimizdan avval men nimalardanmi so'rab baqana. Ha tamoq yapaqdingmi? Yo'q. Ya böyle yemapta taxiylik yashab ko'rdi. Ma'lum ag'illar ekan deb qoldi. Ha. Tamak yavatqanlar aşa. Ha tamoq yedingmi? Idoq, tamoq shunda bek o'xshabdi. Men polo yapaqdingmi? Ha, pulan bek o'xshabdi. Pulanning go'shtlari pulama shunda yaxshi bo'libdi. Ben nerinjep ishtoq, qozonning idoq, kebabdim ichida, uning idoq shunda bir o'xshatib bilan qitoji xaridorligim yetdi. Hozir shunda bir bes qulab qildi bag'an siryan arunaq deb ketgay. Rahmat. Mana haqiqiy mushu hamma tamoqlardan ketib baqqan, hamma ochilirimizniki bergan bahosini oldinglar. Haqiqatan bir katta qismlik azizgidek bir ashxondan biz ichildi. Qag'iliga mush Hametkan qo'ldan kelib turdi bu odam. Aqto'y qayerda, qo'lji qayerda o'ylab baqsan bo'ldi. Apollo nocho'g'a chiqib kelib turibdi bu odam. Endi mushu Aqto'ga kepak mapman mana bugun mushu oshgan sababli mushu Aqto'ga kelib qoldim. Men mana shunda hamma tamoq qildi yedim amma ras. Amma oshpaz emasman, men odatga oshpaz emasman men. Men ustamlar ravras bijrim ustamlik ekan. Tamoqda zat qat'iy so'yoq, ajoyib o'xshabdi zaten. Qizni tek o'zlari pishirdi kajmanlaymi? Shunda yumshoq so'ydi. Tamoq yedim kelib qolsa mana o'sha kasal bo'ldi ekan. Nima qozon dedinglar? Ha, yem qozon. Ular burun qozonlar ishlatmaymiz, yem qozon. Bir yana o'rnin deyibdi. Aqto'y xalqimiz xudo burunqi shu kon pensiyachilar majlisiniki oxirgi do'qsa. Köylün Xotay Binganniki tam qo'shnimiz bo'lamiz endi. Ustamilni Korluga, Xotanga, Urumchiga, Kuchiyaga avatib peshun qildirib, haqiqiy hech kimniki o'xshashmaydigan bir ta'mni ilib keldik. Rahmat, mushu qo'llab turadigan barcha azizlar. Kelib pologa o'zinglar baho berib, o'zinglar zo'rni ishlab qo'yinglar. Bunda olsa şu Aqto'y diyardagi barliq qarindoshlarimizning mesela yangi qozon poloqan sirkirab ishar, tamoqlarda ig'izlanib ishadi. Qo'llab birsinglarni umid qilmish, hamma ish qo'llashdan keldi. Yaxshi tamoq yap, pul yerdigan ish bo'lsa. Endi qilinglar, rahmat hammanglarga.